Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan Jack X8 yuk mashinasiga qo'g'oncha obzor qilamiz. Xo'p, ushbu mashinamiz 2 litrli atmosferli motorga ega bo'lib, qo'sh balon, shu yuk tashiydigan odamlarni eng sharoitini yaxshilab bergan, komfortni deb ataladigan mashinasi bo'ladi. Endi aka, birinchi mana taylardan boshlab yuk ko'tarish nimasiga qaraydigan bo'lsak, ramalari ham juda baquvvat qilib, chiroyli qilib ishlangan. Haqqalari qo'sh balon, zapaska hammasi bor. Mana resorlarni ham ko'radigan bo'lsalaring, baquvvat Xitoy shu nimasi eng sifatli, yaxshi elementlari bilan ishlangan. Mana akkumulyatori, misol agar betlarga propan yo metan qo'yiladigan bo'lsa, manet bo'sh. Chetga ham akkumulyatorni olib qo'ysa bo'laveradi. Yo'qmasa boshqa yuklarni ham qo'yib ketaverasizlar. Bu 310 ga 175. Ichi 165. Yuk ko'tarishi, taroziga chiqadiganlarga 2 tonna 80, o'zi ko'tarishi 3,5-4 tonnagacha bemalol ko'taraveradi. Bu mashina hali kelganiga 1 oy bo'lgani yo'q. Mana hozir shu gap isboti bilan deganda, men hozir bu mashinani nimasini ko'rsataman sizlarga, vinini. Hop, qani yaxshilab ko'rinsinlar-ki, mana 3 tonna 490 to'la olishi mana 05/2025. Ya'ni o'tgan oyda o'zida kelgan, hali to'liq 1 oy bo'lgani yo'q bu mashinani chiqqaniga, yig'ilganiga hali 1 oy bo'lgani yo'q. Undan tashqari mana ko'radigan bo'lsalaring, ichlarida hamma komfortlari, boshqa nimalari bor. Yuring aka, ichlarni ochib ko'rsatib beraman. Bunisi kalit ekanda. Mana birinchi mana haqqasida ko'radigan bo'lsak, mana damkiratlari, hamma kerakli narsalari shu haqqasining o'zida bor. Qani bismillah. Hop, mana ipi bo'ladi, shuni manetiga bitta o'tkazib qo'ysalaring, turaveradi. Motoriga qarab endi bunaki. Motori mana 2 litrli atmosferni chotki qilib ishlangan motor. Buni yuk mashina haydaydigan, yuk mashina motoriga tushunadigan odamlar biladi bu motorni. Agar o'zlaring tushunsalaring ham kommentariyada o'zlaring fikrlaringni bildirib o'tib ketasizlar. Faqat xolis, yo maqtash, yo kamsitish emas. Qanaqangi nimaligini shu neytral fikrlaringni bildirsalaring bo'laveradi, bemalol. Mashinaga 3 yil 100 ming probeg garantiya beriladi. Mana ichlarini ko'rsalaring, hamma komfortlari bor. Hop, konditsioner deysizmi, boshqami, xullas sizni to'liq baraka topadigan, to'liq sizga mos keladigan mashina. Endi shopirni komforti bilan tanishtirib o'tamiz. Ba'dan yuravering aka. Hop, mana. Manetlarni ham ko'radigan bo'lsalaring, shu shopirni nimasiga komfortiga moslangan shopir tarafga qarab chiqarilgan. Bu 3 kishilik o'zi. Mana bunday qilsalaring 3 kishilik bo'ladi. Dokumentida ham o'zida ham shu 3 kishilik bo'ladi. Mana avarenkalari boshqa. Mana manetlari polnosti, xullas zamonaviy, shu hamma talablarga javob beradigan mashina. Bu mashina o'zi hozirgi turishi benzin bo'ladi, 2 litrli atmosferni. Xohlasangiz propan, xohlasangiz metan tushadi. Treveraza qilib yursangiz ham bo'laveradi. Mashinani hujjat hamma narsasiga garantiya beriladi. Endi bu mashina narxiga keladigan bo'lsa, eng asosiy narsa o'zi narxida bu mashinani. 248 million 640 ming so'm, ya'ni salkam $19,000, $18,900, $19,100 larga hozirgi kursda bemalol olsangiz bo'ladi. Xo'p, endi qanaqa nima qilish va o'zimning xolis fikrimni bildirib o'taman. Aka, $30,000 ga ham aka 1,5 tonna tarozida 1,5 tonna chiqaradigan mashinalar olasizda. Oladi. Agar misol bu mashina bo'lmasa, o'shani olasiz aka. Endi aka, u mashina o'zingiz o'ylang. 30,000 ga 1,5 tonnali mashina olgan yaxshimi, minilgan misol temboli. Undan ko'ra 19,000, 20,000, 21,000 gacha yangi 2025 garantiyalar beriladigan mashinani olganingiz yaxshimi? Endi bu sizning o'zingiz tanlovingiz. Kanalimizga podpisatsiya qilib, like bosib, bizni qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Agar sizlar motivatsiya berib, shunchalik like, kommentlar yozadigan bo'lsalaring, biz yanada qiziqarli, yanada shu Qo'qon ahlining foydasiga keladigan mashinalarni obzor qilishda davom etamiz. Obuna bo'lishni unutmanglar.